Assalomu alaykum do'stlar, BMG bo'yicha darslarimiz davom etadi. Bugungi darsimizda sizlarga BMG o'yinida avtomashinalarga qanday qilib manekenlarni olib kirishni, qanday qilib o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Manekenlar har xil bo'ladi, haydovchi o'rnida bo'ladi, old o'rindiqda bo'ladi va orqa o'rindiqdagi manekenlarni to'g'ri joylashtirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Escape tugmasini bosib, modifikatsiya bo'limiga o'tamiz va repozitoriga kiramiz. Repozitoridan qidiruv tizimiga dummy deb poisk beramiz. Mana bizga bir necha xil manekenlar kelib chiqdi. Bular BMG uchun mod hisoblanadi, 3 tasini ham o'rnatib olamiz. Mana bu yerda orqa o'rindiqda o'tiradigan manekenlar, bu yerda esa haydovchining yonida o'tiradigan maneken va bu crash test dummy, ya'ni mashina urib ketishi uchun, avariya holatlarida ishlatish uchun kerak bo'ladigan yiqilib tushadigan dummy. Bularni yuklab olganimizdan keyin Escape ni bosib BMG Drive o'yiniga qaytib kiramiz. Keling birinchi mashinaga manekenni qanday qilib o'tkazishni ko'rib chiqsak. Buning uchun Escape tugmasini bosamiz va konfiguratsiya menusiga kiramiz. Detal bo'limidan mana bu yerdagi Agent Universal Dummy degan modni tanlaymiz. Va mana ko'rib turganlaringizdek bizada haydovchi paydo bo'ldi. Endi old o'rindiqqa passajir qo'yish uchun mana bu bo'limni ochib turib, uning ichida yana boshqa mayda bo'limlar ham paydo bo'ladi. Ortiqcha joyga kirmaysiz, mana shu men ko'rsatgan joyni bosasiz. Demak, haydovchi yonida o'tiradigan passajir mana shu front passenger degan bo'limda bo'ladi. Uning ichini ochib turamiz. Dummy passajirni tanlaymiz. Mana ko'rib turibsiz, passajir paydo bo'ldi, lekin u biroz egilgan holatda, ya'ni yaxshi holatda emas. Endi uni biz to'g'rilashimiz kerak. Mana bu yerga kiramiz. Mana shu menuni ochib turib, Universal Seat Belts ni o'rnatamiz. Bu bilan passajirimiz o'sha o'rindiqqa orqasiga tegib turgan to'g'ri holatda o'tiradi. Endi qiladigan ishimiz orqa o'rindiqqa ham passajir o'rnatishimiz kerak. Bu yerdan mana front passajirni pastida back seat passenger degan bor. O'shani ichini ochamiz. Empty, bo'sh deb turibdi va back seat passengerni o'rnatamiz. Mana ko'rib turibsiz, ikkita hamroh paydo bo'ldi. Passajirlarimiz biroz kayfda shekilli. Bu yoqqa boshlarini egib zo'rg'a o'tirishibdi. To'ydan kelishyapti shekilli. Keling endi mashinani haydab ko'ramiz. Yo'lovchilarni ko'ramiz, qanday bo'lishini. Mana kamar osmaganlar uchun mashinaning ichida u yoqdan bu yoqqa borib kelishyapti. Bir qop kartoshkadek bo'lib qolishdi. Ularni mahkam qilib o'rnatib olish uchun mana back seat passengeriga kiramiz, ichiga bu bo'limdan Universal Seat Belts ni o'rnatamiz. Tanlaymiz. Ko'rib turganlaringizdek, orqa o'rindiqdagi passajirlarimiz ham to'g'ri joylashdi. Do'stlar, mana ko'rganlaringizdek, avtomobilga qanday qilib manekenlarni o'rnatish, har xil variantdagi manekenlar o'rnatish, ularni sozlashni ko'rib chiqdik. Yana bu yerda boshqacha sozlamalar ham bor. Ularni keyingi darslarda tahlil qilib ko'rsatib berishimiz mumkin. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar sizlarga mana shu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, yana shu mavzuni davom ettiramiz. Bularni o'zingiz ham sinab ko'rishingiz mumkin. Xohlagancha o'chirib, xohlagancha yoqib ko'rishingiz mumkin. Bu bilan siz o'yinni nastroykalarini buzib yubormaysiz. O'yinga bir marta kirib chiqsangiz, yana oldingi holatda bo'ladi o'yiningiz. Hozir bularning hammasini bir chetdan ko'rib o'tirishni hojati yo'q. Bizga kontent ishlashda kerak bo'ladigan asosiy mana shu sizlarga ko'rsatgan bo'limlar.
Ularni kirib o'zlaringiz ham o'yinlaringizda tekshirib ko'rishingiz mumkin. Keling endi videoni davom ettiramiz va endi yo'llarga qanday qilib manekenlarni o'rnatishni ko'ramiz. Erkin kameraga o'tib olamiz va o'zimizga kerak bir joyni tanlaymiz. Mashinalar bo'limiga kiramiz va pastroqqa tushib, endi biza boya sizlarga ko'rsatgan Crash Test Dummy'ni tanlashimiz kerak. Uni ichiga kirgandan keyin ham bu manekenni bir necha holatlari bor. O'tirgan holati, yotgan holati, Hindiston askari, xullas har xil variantlari bor. Keling shuni o'rnatib ko'ramiz hozir. Mo'ylovli obratimiz paydo bo'ldi. Bu maneken qotib turadi, agar teginsangiz, o'rnini o'zgartirsangiz yiqilib tushish holatlari bor. Bu manekenimiz hech qanaqa harakat qilmaydi, faqat bir joyda turadi. Undan foydalanadigan jihatimiz faqat uni kamerasidan foydalanishimiz mumkin, ya'ni uni ko'zi bilan ko'rishimiz, uni orqasindagi kamera bilan ko'rishimiz mumkin. Mana hozir ko'rib turganlaringizdek, u mashinani ko'rib turibdi. Bunday bosadigan bo'lsak, orqadan u ham mashina ham ko'rinib turibdi. Kameralar orqali o'tish S tugmasi orqali bajariladi, bilasiz. Bu juda oddiy narsa. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, agar biza animatsiya berilgan, harakatlanib turgan personajlarni, dammilarni o'yinga olib kiradigan bo'lsak, ular mashina bilan aloqaga kirishmaydi, ya'ni mashina ularni sezmaydi, uni orasidan o'tib ketadi. Chunki bu art obyekt hisoblanadi. Bu manekenlar esa mashinalar bo'limida joylashgan va qattiq chizim hisoblanadi va ular mashina bilan aloqaga kirishib, mashina ulardan urib ketishi va ular yanchilib, yiqilib qolish holatiga kirishlari mumkin. Keling hozir mashinaga o'tiramiz va uni haydab ko'ramiz. Kelamiz va shunday qilib qoidani buzib qo'yamiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana qattiq chizim bo'lgani uchun mashina uni urib yubordi va u yiqilib tushdi. Manekenni yana joyiga qo'yish uchun, o'z boshlang'ich holatiga qo'yish uchun tab tugmasini bosib manekenni tanlaymiz. R tugmasini bossak, xuddi mashina vasстановить qilgandek, avariyadan keyin bu ham o'zini vasстановить qiladi. Do'stlar, mana bugun sizlarga tayyorlagan ma'lumotlar, video darslik shulardan iborat edi. Yana qanaqa darslar, qanday yo'nalishlarda darsliklar bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Imkoni boricha sizlarning talablaringizga binoan shunday darsliklardan chiqazaman. Meni Tarnada YouTube, Telegram kanalimga o'tib ham obuna bo'lib qo'ying. U yerda ham foydali darslar, foydali ma'lumotlar tez-tez chiqazib turiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.